Bir kunda bolalar plastmassa butilkalardan sut ichish orqali 1,5 milliontadan ortiq plastmassa qoldiqlarini ichib yuborishadi. Plastmassa butilka ichiga quyiladigan suv qancha issiq va qaynoq bo'lsa, plastmassa qancha eski bo'lsa va plastmassa qancha ko'p chayqatilsa, sut tarkibidagi plastmassa qoldiqlari shuncha ko'p bo'ladi. Ya'ni 1 litrda 8 milliontagacha yetishi mumkin. Yevropa davlatlarida plastmassa butilkalarni juda ham kam ishlatishadi. Ishlatgan oilalar tekshirilganda ham plastmassa qoldiqlari 500 mingtadan kam chiqqan. Afrika va Osiyo davlatlarida yashaydigan odamlarning plastmassa butilkalari tekshirilganda, ularning ichidagi plastmassa qoldiqlari 4 milliontadan ham oshiq chiqqan. Chunki Afrika va Osiyo davlatlarida yashaydigan odamlar plastmassa butilkalardan qanday foydalanish kerakligini bilishmaydi. Masalan, O'zbekistonda ham juda ham ko'p ota-onalar bolalarga sut berishda plastmassa butilkalardan foydalanishadi. Iloji bo'lsa plastmassa butilkalarni ishlatish kerak emas. Ishlatgan taqdirda ham to'g'ri ishlatish kerak. Ko'pchilik ota-onalar bolasiga sut berayotganda plastmassa butilkani ichiga qaynayotgan suv qo'yishadi yoki juda ham issiq suv qo'yishadi. Bunaqa qilish mumkin emas. Juda ham ko'p chayqatishadi. Bunaqa qilish ham mumkin emas. Ba'zi bir ota-onalarning butilkalari tekshirilganda sarg'ayib, eskirib ketganini ham ko'rish mumkin. Yana maqtanib qo'yishadi. Va shu butilka juda ham zo'r ekan. Haligacha ishlatyapman. Sarg'ayib ketsa ham sinmaydi, qo'ldan tushib ketsa ham sinmaydi deb.